Sinfdoshlar mana yig'lik oqibatimizga ko'z tegmasin. Azza buncha semirib ketding sen. Sanim turtda to'q keyin ko'ramiz. Yo sen 30dan o'tding, qachon uylanasan? Sinfdoshlar bilan to'yinga borib mazza qilib o'ynaylik, ha? Uylanaman. Uylansang mana Sarvinoz erga tegmagan hali. Assalomu alaykum. O'tirasan. Shahboz, esingdami? Menga sevgi xatlar yozib yurardi. Esimga orqangdan yomon yugurganman lekin. Esingdami? Bitiruv kechamizda men bilan vals tushganding. Esimga yo'q. Shahboz, sen uyalaman degding, oldingmi? Ha, Xonsaroyda Vodiy rezidens loyihasidan boshlanish 30% to'lab bir xonali uy olinma. Malades. Bitta fikr bor. Ertaga hammamiz yig'ilib ustozimiz ko'rgani boraylik. Yaxshi bo'ladi lekin. Faqat hamma kelsin. Bu kasallik tibbiyotda sinfdoshi Sofiya deyiladi. Bunga chalingan bemor ko'ziga sinfdoshlari xuddi yig'ilganday ko'rinadi, lekin aslida hech kim yo'q. Bu nimadan kelib chiqadi? Shu sinfdoshlar yig'ilmagandan, gruppaga yozmagandan, uchrashmagandan mana shunday kelib chiqadi. Doktor aka kelibdilar-ku. Doktor aka keling, kimning mehmoni bu? Keling. Joy bering. Aka keling. O'tiraman. Aka odam o'tiribdi, ko'rmayapsizmi? Nima qilyapti bu? Qara. Katta odam o'tiribdi-ku. Ha, odam bormi? Xo'sh, unisiga o'tiraman. Bu ham odammi? O'tmang, to'xtang. Azza tur joy begin. Odamni o'g'ri qilasizlar. Ha, nima deysan? Turing Azza. O'tib bo'ldi-ku, o'tiring. Ha, o'tdilar. Ha. Ha, To'xtang, kattamiz bor. Pahlavon ayt o'zing. pahlavonni qayerga o'tiribdi endi?